Assalomu alaykum Arashan Barako'z kanali a'zolari. Mana bugun Abduxalil akam qo'ralariga kelganmiz. Hop, qo'ralardan kelganimizdan maqsad shu qo'chqorlarni ko'rsatish. Qo'chqorlarimiz liniyasi Graf, Premboy bollari, hammasini film kartalari va chiplari bor. Mana Graf liniyadagi qo'chqorimiz bo'ladi shu. Ko'rishingiz mumkin. Soliq qo'ylarimiz 80-85% qochgan holatda. Qo'chqorimizga e'tibor berasizlar. Sportiniy holatda hozir. Obunachilar ko'rishingiz mumkin. Mana shu Graf liniyadagi qo'chqorimiz Premboy bollari. Bularda chip, film karta hamma yo'g'i bor. Dokumentalli qo'chqorlar. Ko'rishingiz mumkin gavdalarini. Buni bo'ylari 1+. Qo'chqorlarimiz hozircha injiqlik qilyapti, shunga ko'rsatgani qiynalyapmiz. Hozir mana shu ikkitasi soliq qo'ylarimizga qo'shilgan. Vesi hozir sportivniy holatda bo'lardi. Hozir 4 bo'ldi bularimiz. Ko'rishingiz mumkin. O bo'ylari 1+ deb aytdimi? 1+. Orqalari bilan ko'rsatsangiz. Xo'sh. Mana. Ko'rishingiz mumkin, razrez hamma zo'r qo'chqorimizda. Bu qo'chqorimizdan tushgan bollari ham bor, ko'rishingiz mumkin. Hozir bularni ko'rsatamiz bollarini. Endi meni bo'yim ham 1.95 chiqadi. Mana qo'chqorimiz razrezi zo'r. Bu qo'chqorlarimizda hozir soliq qo'ylarga qo'shib bo'lay deb qoldi, yakunlanib qoldi. Mana shu Graf liniyadagi qo'chqorlarimiz sotuvda hozir. Kelib bemalol Abduxalil akam bilan o'zingizlar gaplashib, ko'rib, o'zingizlar baho berasizlar qo'chqorimizga. Bu masalan ko'pchilik internetda bu yoqda. Masalan internetda ko'pchilik narxini ayt deydi. Endi bu narsani kelib ko'rib, hamma yo'q bilan tanishib, keyin baholasa yaxshi bo'ladi. Hurmatli xaridorlar. Ko'rib turibsizlar, mana qo'ylarimiz